Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Mana bu yoz yo'lga kelayotganimda aytdim, Bekobod tumanidan murojaat tushgan edi. Fuqaro kelinlar murojaat qilgan edilar. Men hozir shu murojaatchini qaynonalarini oldiga keldim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Onaxon qandaysiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Mazza yo'q. Nima bo'lyapti? Shu boshim aylanadi, boshim og'riydi. Mhm. Ko'nglim aynib, ishimni yeyolmayman. Mhm. Necha kun bo'ldi kelganingizga? 4 kun bo'ldimi? Nima deyapti doktorlar? Doktorda o'zini ko'rmamaysiz. Gaplar efirga to'g'ri gapiravering, hamma narsani bo'lmaydi. Doktor bugun keldimi? Men anavi bugun kelgan doktor, endi qaysi doktorligini bilmayman. Siz nechida keldingiz bu yoqqa? Men soat 12larda keldim. 12dan keyin doktor kirmadimi bu yoqqa? Doktor ana ular edi, buni ikol qiladiganlar bor edi. O'shalar kirdimi? Ha, o'shalar. Kirib xabar olib turibdimi? Ha, xabar oldi. Ba'zan sharoitlaridan qanday? Sharoiti yaxshi. Sharoitlari yaxshi, televizorlari bor. Issiqmi xonalari? Faqat oyimni ko'ngli aynishi, ishtahasi yo'q, o'sha bo'lib turibdi yana. O'zgarish yo'q-da. Kelgandagidan o'zgarish bo'lmayapti. Kelgan kuni unisi bor edi, o'zgarish bor edi. Endi mana shunday. Siz murojaatingizga asosan 3-4 ta murojaat qilganingiz, bittasi mana shu qaynanangiz murojaatlari bo'yicha yotib qolganlar birinchi gruppaga nogironligiga bordi. Nogironlikka chiqazgani yo'q birinchi gruppaga. Xudo xolasa uni chiqarishini aytishdi. Men o'zim kela olmadim. Telefonda gaplashganimda hozir keldik. Bunday oydalik kiritamiz ularga ham. Yotishlari, davolanishlari hammasi tekin edi. Xuddi shunday holat bo'lyapti. Yoningizdan rasxod qilib dori darmon olmadingizmi umuman? Oldim. Nima dori darmon oldingiz? Doktor chaqirib, sog'liq haqida ma'lumot berish. Sahr dori bular berish kerak edi. Sahr dori Sahr dorini o'zi doktor xonadan o'zdan ba'zidan berilishi kerak edi aslida, to'g'rimi? Nimaga ular nima dedi ularga aytganlar? Bizda yo'q dedi. Bizda yo'q dedi sahr dorilari. Sahr dorini undan berilmasmidi? Qo'ydan, bizga o'sha kuni qo'ydan doktori Biyaqlarda Dilorani berar ekan-da, o'sha sahrda otasi bor ekan biyaqda. Aha, bermadimi? Bergani yo'q-da, o'zim olib 4 kundan beri. Yo'q. Aytdingizmi nima dedi? Sahr dori yo'q bizga dedi, sahr berib turing dedi. Olib keltirdim o'zimni yonimga. Haligi Ixtiyor aka ham shu vaqtgacha bermagan, to'g'rimi? Mahallangizda qo'ydan doktori dan so'raganingizda berishini aytgansiz, lekin berishmadi. Ha, bergani yo'q. Siz vrachingiz kimasiz? Viloyatim qarayapti. Nimaga doktorxonada sahrli dori yo'qmi? Bu narsani to'g'ridan to'g'ri viloyat sog'liqni boshqarma So'rag'ul Sodiqovich shaxsan o'zlari ko'radilar bu narsani. Nega sahrli dorini fuqaroga so'raganda kelinlari bermayapsizlar? Qanaqa sahrli dori? Mana. Sahrli dorini o'zim cho'ntagimda sotib oldim dedi. Yo'q, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila. Bularda ham Yo'q, order bilan yotib o'tiribdi. yonlaringda Amaril bizda yo'q-ku. Amaril tabletkasi bizda yo'q. Sizlarga berilmaydi bu narsa? Bizda berilmaydi. Bizda mana natriy bog'a beryapsiz-ku natriy xlor. Kaliy xlorlar olyapsizmi? Istoriyasida TTB qilib yozilgan. U tabletka lekin bizda yo'q. Bu fuqaroni qabul qilgandagi doktor qani kelgan kunda qabul qilgan? Ular to'rgacha ishlaydi-da. Ular to'rgacha. Hozir bugungi hisobidan bu fuqaro bilan qaysi doktor Qabulxonada bo'libdi endi doktor. o'rgandi bu fuqaroni sog'liq haqida qaysi doktor xabardor hozir? Terapevt xabardor, qani o'sha doktor? To'rgacha ishlayapman-ku. Hozirgi holat bo'yicha kim to'liq ma'lumot bera oladi? Xolamni aytibdi. Onaxonni ishtaham yo'q deyaptilar, ko'nglim aynayapti deyaptilar, hech qanday o'zgarish bo'lmadi deyaptilar. Ovqat yemayapti. Mana o'zim olib kelgan ovqatlarim turibdi. Shuni doktoringiz kunduzgina aytdingizmi? Opcham bo'lgan, opcham aytgan endi. Nima javob Sizga berdi? telefon qiling, opchingiz haqiqatan aytgan. Endi doktor biladi, doktor nazarchina beradi, biz ukol qilamiz xolos. Shu ikollarni qilgandan keyin sal o'zgarish bo'lishi kerak-da, ko'nglim aynayapti deydi. Xo'p, uni doktorga aytishingiz kerak-da. Biz endi faqat ukol qiluvchi-ku, biz tenimiz qo'ya olmasak. 4 kun bo'ldi deyaptilar kelganlariga. Bular menga 6 kun yaxshi edi. 6 kunmi, 7 kun bo'ldi murojaat qilganiga, 2 kun, 3 kundan keyin kelishdilar. 2-chi kun ovsin nima aytyapti? Ishtahasi yo'q edi, anavi dedi, qaynonamiz dedi. Kim bu? Nomeri bor, vrachga telefon qiling. Opajon bu yoqqa qarayapsiz? Hisobot berishadi. Hamshira. Bu fuqaroning sog'lig'i haqida kim to'liq ma'lumot bera oladi hozir? Vrachlar bera oladi. Sizchi? Biz hamshiramiz. Hamshira bo'lib turib hamshiralik faoliyatingizni ayta olasizmi bu fuqaroga hozir? Sog'lig'ini yaxshilash uchun nima qilish kerak hozir?
man doktor nazarchini bersa qilamiz, doktor aytganini qilyapmiz. Kecha qo'shimchalar qildi, yana kecha men deyman. Qo'shimcha qildi. Hech siz qaraganingizdan beri, kechagidan beri shu holada o'zgarish bormi? Har bir fuqaroning sog'lig'i sizlar uchun misol uchun muhim ahamiyatga ega. Kecha kompensiya qo'yganimizda rosa baqirdi. Kompensiyasini to'xtatdik. Bu kompensiya olganda o'zim shu yerda edim, kompensiyasiga rosa qo'lim tolib ketyapti dedi. Keyin endi qarangda kaliy xlor degan ukolimiz bor, yurakka quvvat bo'ladi. Bu tomirni og'ritadi. Bular rosa baqirdi. Almashtirib oldi kompensiyalarini. Mana hammasi bansadan berilgan ukollar. Hozir bitta qanchaga oldingiz bu dorilarni? Bunimi? 60 qanchadan oldikda. To'xtatib turing. Xolajon, davolasa sog'ayib keting, inshaalloh. Tezroq sog'ayib ketasiz. Kesin bo'lam. To'g'ri sog'ayib ketasiz. Niyatim shu. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz xotinni ko'ring, to'ychilarni ko'ring. Tezroq oyoqqa turib, mana shu xonadan yugurib chiqib keting, xola. Niyatim shu. Kesin bo'lam. Sog'ayib ketayim. Hammasi Allohdan. Yig'lamang oyim. Hurmatli fuqarolar, murojaatchi telefon qilib aytganlar menga murojaat qilib, mana qaynonalarini ahvolini o'rganishdik. Xudo xolasa bu haqda viloyat sog'liqni boshqarmasidan xabardor qilamiz. Inshaalloh hozir 5 kun, 4 kun bo'lib o'tganlarida 4 kun bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa yana uzoq bilan 10 kun yotishlari kerakmi? Men yana 4 kundan keyin shu joyga qaytaman. Jarayonini o'zlaring guvohi bo'lasizlar. Undan keyin o'zgarish qanaqa bo'ladi, o'zlaring misol uchun ko'rib videolarini o'zinglar xulosa chiqaza olasizlar. Mana hozir Bekobod tumanida sog'liqni saqlashda больницасida o'tiribmiz. Xolajon, sog'ayib keting, sog' bo'ling, salomat bo'lasiz. Aytganlaring kesin bo'lam. Rahmat. Rahmat. Uchun